Keyingi she'riy san'atimiz bu risoli masal. Risol degani keltirish degani. Masal degani maqol degani. Demak, risoli masal bu maqol keltirish. Baytlarning ichida maqollar va matallarni keltirish aynan risoli masal deyiladi. Bunga misol tariqasida biz ko'rishimiz mumkin bo'lgan masalalar. Xunob ichar vaqtimda, xush kelding ko'ngilkim xalqaro, yaxshi masaldirkim, kechir yaxshi kishi osh ustina. Ogahidan olingan. Tutur men ko'zki ko'rsam orazingni, ki derlar, oqqan ariqqa oqar suv. Lutfiy. Ko'rib turibsizki, ikkita baytda ham ikkinchi misrasida qo'shtirnoqqa olingan maqollar ishlatilgan. Ustoz, risolni masalni bilishimiz uchun biz aniq va tiniq o'sha mumtoz davridagi Navoiylar davridagi maqollarni bilishimiz kerakmi degan savolga yo'q. Ko'p holatlarda yaxshi masaldirkim, ki derlar, ayturlarki, ki degan bir jumlalar ishlaydi. Mana shunga qarab olishingiz mumkin. Lekin ba'zi o'rinlarda Navoiylar yoki boshqa insonlarning asarlarida, she'rlarida to'g'ridan-to'g'ri bir bayt maqol, ya'ni maqol to'g'ridan-to'g'ri bir baytga aylantirilgan. Qanday? Kim birovga qozg'ay choh, anga tushgay o'zi nogoh. Mana shunday baytlar bor, ya'ni to'laqonli bir bayt maqol, ya'ni maqolni to'laqonli bir baytga aylantirilgan. Xuddi shu yerda bir narsani bilishingiz kerak, asosan trendga chiqqan maqollar baytga aylantiriladi. Lekin juda ham ko'p holatlarda, deyarli 90% o'rinlarida maqollar ikkinchi misrada va qo'shtirnoqqa olingan holatda ishlaydi. Mana shundan farqlab olishingiz kerak. Va husni ta'lil, tamsil va risoli masallarni bilishingiz uchun tabdilni yaxshi bilishingiz kerak bo'ladi.